Internetda hamma vohma qilib 1-iyuldan uy joylarning narxi oshib ketadi, tez 1-iyulgacha uy oling deb turishgan bir paytda mana bugun 1-iyul kuni biz mana shu xonadonimizga keldik. Narxini akam 158 ming qo'ygan ekanlar. Bizga kelib turib, "Oka, 150 ming qo'ying, startiviy kelgan odamga yana o't bering" deb $8,000 tushirib qo'ydik. U hamma gaplar menimcha, meni fikrim bo'yicha fake. U hamma eturadi, internetda vohma qo'radi, sizni shoshiraverishadi. Shuning uchun shoshmay turing, o'zi narxni ola yaxshi tushyapti. Bundan bu yog'iga ham xudo xolisa narxlar tushadi. Yangi obyektimizda O'rizorri lager mahallasida joylashgan hovli. Bitta men mahallani ko'rsatdi yoki sizga mana bu uylarni qarang, bilmayman. Bir qavatli uy umuman ko'rmadim. Mana bu asfalt qarang, yangi asfalt qilingan, mahallasi juda chiroyli, katta qasr hovli tushgan. Bizning obyektlarimiz bo'lsa, ikkita yonma Hasan Husan hovli. 150 ming bunisi sal qimmatroq, chunki bu yerda ko'proq ish qilingan, romlar qo'yilgan, ichlari suv, elektrikalari bitgan. 2 sotixli hovli, binoning kvadraturasi bo'lsa 300 kvadrat, podvol, birinchi va ikkinchi qavatli. Ichini planirovkani bitta qisqa ko'rsatib o'taman. Xo'p, kirdi hol, bu yerda zal, birinchi qavat uchun spalna qilingan, bu yerda общий sanuzel, boshxonamiz. Xullas, standart planirovka, tepada ham xuddi shunaqa, 3 ta xona, bitta holimiz joylashgan. Aka 150 ming so'ralyapti. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Keling, ko'ring, O'rizorni bilasiz, o'zi lager mahallani, seriozli mahalla. Internetdagi shov-shuvlar menimcha, meni fikrim bo'yicha faqat PR uchun ishlayapti. Harakat qilamiz bizga kelgan joylarni yana narxini tushirib borishga. Siz bo'lsa albatta kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang. Men shunaqa narxiga yaxshi hovlilarni kuniga 3 ta 4 ta ko'rsatishda davom etaman.